1 yosh 2 oylik bola hali yurib ketmagan, lekin o'tirganda bulbuli taqalib kiraman deb turibdi. Demak, uyga borib mana shunday bolani o'tirg'izish kerak. To'g'ri, yerga oyoqni cho'zib oldiga cho'zib o'tirsa ham bo'ladi. Oyoqlarini bir-biriga tizzalarini yaqin qilib, shunda bulbulchasiga qaraysiz. Rasmga ham olsa bo'ladi. Bulbulcha yog' qavatning ichiga kirib ketayotgan bo'lsa, uni xatna qilishga shoshmaslik kerak. Uni masaj qilib, 3 yoshda misol uchun yaxshi chiqib turgan bo'lsa, o'tirganda kirmaydigan bo'lsa, o'sha paytda xatna qildirgan yaxshi. Agar hozirgi holatda o'tirganda ham yaxshi chiqib turgan bo'lsa, hozirgi holatda ham xatna qilsa bo'ladi. To'liq yurib ketgan bo'lsa, yana yaxshi bo'ladi. Chunki tikka turganda yaxshi chiqib turadi-da. Shuni inobatga olamiz. Lekin 3 yoshda ham kirib ketayotgan bo'lsa, uni masaj qilib sekin-sekin vaqt o'tib 5-7 yoshlarda yaxshi chiqib olgandan keyin VIP xatna qilsa bo'ladi. Bola o'yinga berilib o'ynab yotadi, og'riq ham sezmaydi, o'lchami ham yaxshi bo'ladi, chok ham qo'yilmaydi, chiroyliroq chiqadi natija. Shuning uchun biz aytamiz 7 kunligida chaqaloq hali yotadi, qo'rquvi yo'q, eng yaxshi xatna deb turibmiz. 7 yoshda ham xuddi shunday. Bolada qo'rquv yo'q, gapga ko'nadi, ichkariga kirib yotadi, o'yin o'ynaydi, og'riqsiz xatna o'tadi. Bulbul ancha-muncha o'sib, chiroyli bo'lib chiqqan bo'ladi. Demak, hammani ham chaqaloqlikda qilish kerak emas. Tayyor bo'lganlarni qilish kerak. Kimnikidir tayyor bo'lmasa, tayyor bo'lganda katta yoshda qilaverish kerak. Shu xulosa. Xo'p. Savol yo'qmi? Yo'q, yo'q.